Harekatlanib yurishlari, insonlarning hayotiga xavf tug'dirishlariga nima majbur qilganligi haqida izoh so'raymiz. O'sha kuni tez kelayotgan edik, 70-80 tezliklarda. Ikkita Spark to'xtab qoldi. To'xtashga uspet qilmasdan reski rulni burdim, peshxodni ko'rdim. Burganimdan ko'rib qoldim-da. Shunday chekkara qolib to'xtab o'zim uchta insonni qanday hayotiga zomin berishimni o'ylab ko'rdim. O'sha kundan beri bu voqealar umuman esdan chiqmayapti meni. Bolalar va onasi, ularni oilasidan uzr so'rayman. Nima sababdan haydovchilik huquqiga ega emassiz, transport vositasini boshqaryapsiz? Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Boshlanishi nimaga? Takrorlanishdan oldin nimaga boshlandi? Nimaga haydovchilik guvohnoma olmasdan, o'qimasdan, o'rganmasdan haydovchi bo'laman deb mashina o'tirib boshqaryapsiz? Endi boshqa takrorlanmaydi. Avtomashina kimga tegishli? Oshnamniki. O'rtog'ingizda avtomashina. Biladi, sizni mana shunday qoida buzganingizni?